Evet do'stlar, mana videoga olib qo'yaylik. Mana esdalik olib qoladi. Azizbekni mana tug'ilgan kuni iftorlikka tayyorgarlik. Tortlarimiz ham mana tayyor. Ma'mudjon hoji ham mana yaqinlashib kelib qoldi. Narsalarimiz endi tuzaladi. Xudo xolasa kelaverasizlar. Keldi. Qilyapmiz-da. Tabriklaymiz Azizbek. Xudo xolasa. O'zimiz mana 5 chinorda o'tiribmiz, mana 3 gacha. Do'stlar, mana iftor og'iz ochishga ozgina qoldi, mana tayyorgarliklar bo'lyapti. Azizbek mana go'shtlarni boshladi. Ha, Faryozbek ham keldi mana. Do'stlar, kelinglar iftorlashamiz. Mana. Kelavringlar. Go'shtli nonlar bor. Nohot sho'rva ekan. Nohot sho'rva, suvlar. Lutfulla og'ar akam keldi mana, Damas'ni to'xtatib tushyapti-yu. Lutfulla keldi, azon aytolsin endi. Azon aytolsin. Aytolsinmi? Evet, kelyapsiz boshda. Chagunda bor ekan. Assalomu alaykum. Kahras keldi, ana aytganingizdek. Alloh qaydan bo'ldi mana? Xudoyim berdi mana. Kecha meni ma'liyat deyapti. Mana beliga davo. Sen qanaqa demirib yuborasanmi? Og'iz ochish mahal mana duo qilyapmiz. Allohu akbar. Mana tortlarimiz Xudo xolasa kesiladi endi. Azizbek, mana tortlarni kesamiz oshna. Shu yerda o'tiribmiz bo'ldi. Hozir oshna 8 kishimi?